Assalomu alaykum Ravshanuz kanalining obunachilari hamda YouTube ishqibozlari. Bugungi manzilimiz Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanidan Qorashahzoda tovuqlarimiz bor ekan. Shularni xo'rozlarini bir obzor qilib qo'yib sotmoqchimiz, xudo xolasa. Bugungi chislomiz 18-fevral. Hafta kunimizga chorshanba 2026-yil. Manzilimiz yana bir bor aytib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Zarshunos mahallasida Qorashahzoda xo'rozlarimiz sotuvda. Kimda shunaqa xo'rozlar bo'ladigan bo'lsa, qonini almashtirishga boshma-boshiga almashtiramiz ham. Kilolari shunaqa to'g'ri keladigan bo'lsa bo'ldi. 4 kilodan 5 kilogacha bo'lgan xo'rozlarimiz. Yosh kuniga keladigan bo'lsak, oylik kunlari 10 oy, 11 oylik xo'rozlarimiz. Mana xo'rozlarimiz 4 kilo, 5 kilo, ba'zi bir 5 kilodan ham oshiqlari bor ichida. Pastda telefon raqamlari qoldiramiz, og'zaki ham aytib o'tamiz, pastda ham qoldiramiz. 91lik 507 95 60 raqamlariga tusha olmasanglar, aka sizniki nechi nomeringiz? 99lik 477 26 39 raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, Farhod akaning nomerlari. Oldingi nomer mana bosyapti, ishlayapti xo'rozlarimiz. Mana shu xo'rozlarimiz sotiladi mana. Juda katta bo'lib qichqirib nima bo'lib qolgan, bosyapti, ishlayapti. Zotini almashtirishimiz kerak xullas. Tovuqlari sotilmaydi. Xo'rozlari sotiladi. 15 ta xo'rozimiz qoldi. Samarqandga chiqarib berdik. Samarqandlik akamiz ko'rayotgan bo'lsalar, 6 ta donasi Samarqandga ketdi. 250 ming so'mdan. Endi mana bu qolganlarini ham sotishimiz kerak. Kimda shunaqa xo'rozlar bo'ladigan bo'lsa, boshma-boshiga almashtiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilsanglar, barter ham bor. Keyin qaysi viloyatda nech puldan aytilyapti? Sal kelishtirib ham beramiz. Yo'q, qimmat deydigan bo'lsanglar 250 ming so'mda biroz siylab kelishtirib ham beramiz narxini. Qorashahzoda xo'rozlarimiz. Mana yirik. Hamma vaksinalari qilingan. Sog'lomligiga garantiyasi bor. Shunaqa sog'lom xo'rozlar bo'ladigan bo'lsa, barter qilamiz. Sotiladigani bo'lsa, o'zimiz sotib ham olamiz. Nechta sotib olamiz aka? Nechta sotib olamiz? Sotuvda bor bo'lsa 7 ta dona xo'roz kerak. Kimdir sotaman deydigan bo'lsa ham shu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. 7 ta dona xo'roz ham sotib olamiz. Va vaksinalari qilingan sog'lom xo'roz bo'ladigan bo'lsa, shu 4 kilo, 5 kilolik xo'rozlar bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz sotib ham olamiz. Maqsad tovuqlarni qonini almashtirish. Tovuqlarni qonini almashtirish. Bu hammasi bir partiya ochilgan, boshqa begona xo'roz qo'shish maqsad. o'n 15 ta xo'rozimiz bor. 7 tasini boshma-boshiga almashtiramiz ham agar kimda bo'ladigan bo'lsa. Keyin qaysi viloyatdan ko'rayotganinglarni ham yozib ketinglar. Nima beryapsizlar shunaqa zotli tovuqlarimizga tuxum tug'ishiga? Kommentariyada fikr va takliflaringizni kutib qolamiz. Yaxshi tuxum tug'ishiga, ko'proq tuxum tug'ishiga nima tavsiya qilasizlar? Parranda ishqibozlari, aka-uka, opa-singillarimizdan iltimos qilib qolamiz. Nima berilyapti? Tovuqlarimiz mana 10 oy, 11 oylik bo'ldi. Hali yaxshi tuxumga kirib ketmayapti tovuqlarimiz. Hammasi tuxumga kirib ketmayapti. Tovuqlarimiz ham mana shu tovuq mana yirik holatda. Lekin kam tuxum beryapti bular. 70 ta tovuq bor, 70 tadan
Nechta? 30 ta 35 tasi tuxum qilyapti. Yarimi tuxum qilyapti, yarimi tuxum qilmayapti. Bo'lsam taglari quruq, yaxshi holatda. Shunaqa tovuq boqayotgan aka-uka opa-singillarimizdan bir maslahat so'rab qolamiz. Nima bersak foydali? Mana shu tovuqlarimiz tezroq tuxumga kirib ketishiga, hammasi 100% natija olishimizga o'zimizni berayotgan yemimiz arpa, bug'doy, spes ko'rimini yeyapti. Shu uchtasidan aralashtirib berilyapti. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib fikr va takliflaringizni aytishingiz mumkin. Sotiladigan xo'rozlar bo'ladigan bo'lsa ham 7 dona sotib olamiz. Qora shahzoda zotli xo'rozlaridan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qimmatli vaqtlilarni ajratib ko'rganinglarga rozi bo'lasizlar.